Screening tekshiruvi bu har bitta yangi tug'ilgan chaqaloqda o'tkaziladigan tekshiruv ma'lum bir davlasi bo'ladigan genetik kasalliklarga moyilligi bor bolachalarni ajratib olish uchun bularni hali belgisi namoyon bo'lmasidan aniqlasa davlasi ancha ko'proq foydasi bo'ladi kecha qolib ketgandan ko'ra. Shuning uchun screening o'tkaziladi. Lekin bu tekshiruvda tanlab olinadigan xavf guruhida bo'ladigan bolachalarni qo'shimcha tekshiruv qilib, mana shu genetik kasallikni tasdiqlab olish kerak. Smartgen klinikasida mana shu tekshiruvlar mavjud. Biz 5 yildan beri ishlab kelyapmiz va xavf guruhiga kirgan bolachalarni 3 dan 1 qismida rostdan kasallik aniqlanadi. Qolgan 3 dan 2 qismi aslida sog'lom chiqadi. Shuning uchun bolada screeningda yuqori xavf chiqqan bo'lsa, hali bu vahima uchun o'rin emas. Bolani oxirigacha tekshirtirish kerak, aniqlab olish kerak tashxisini. Agar sizni yangi tug'ilgan farzandingizda yoki qarindoshlaringizning farzandida screening tekshiruvida yuqori xavf aniqlangan bo'lsa, buni biz oxirigacha tekshirib bera olamiz. Buning uchun Smartgen klinikasiga murojaat qilsangiz bo'ladi.